Word dasturi. Sichqonchani o'ng tomonini bosib, diqqat bilan shu yerga qaranglar mana. Bo'limdan Sazdat va Word. Bosgan paytda mana shu joyda o'zi ko'k belgilangan chiqadi. Shunchaki yozib ketamiz. Word birinchi dars. Word birinchi dars deb bor ekan, bor bo'lsa bunaqa bo'lib chiqadi. Mayli, bor bo'lsa ham. Endi ochamiz Word dasturini. Ochilgandan keyin Word dasturini interfeysi xuddi mana shu shaklda. Ya'ni interfeys degani foydalanuvchiga ko'rinadigan qismi, ya'ni siz bizga ko'rinadigan qismi interfeys deyiladi. Mana shu shaklda. Birinchi qisqa tushuntirib o'taman nimaligini. Bu X tugmasi dasturni yopish, ya'ni chiqib ketamiz. Yondagisi ish maydonini, ya'ni Word dasturini kichraytirib, rabochiy stolda boshqa ishlarni qilish uchun ochib beradi. Undan keyingisi Svernud tugmasi. Bu Svernud pastdagi panelga olib qo'yadi. Nimadir ishlarni qilamiz va kerak paytda mana yana bosib ishlaymiz. Endi yondagisiga qaranglar. Mana bu yerda yana bitta funksiyasi bor. Buni bosadigan bo'lsak, 3 xil funksiya chiqadi. Bu Word dasturini mana bu ko'rinadigan joyini nastroyka qiladi. Buni bossak, faqat ish maydoni. Ikkinchisini bossak, qarang, mana bular nomi lenta, lentalar va oxiridagini bossak, lenta va instrumentlarni chiqarib beradi. Endi bu tomonga kelamiz. Fayl, glavniya, stavka, dizayn, maket degan nomlar bilan yozilgan. Buni nomi lenta. Va har bir lentani ustiga bosadigan bo'lsak, o'zini instrumentlari chiqib keladi. Ko'ryapsizlarmi? Maketda mana instrumenti bor. Stavkaga kirsak, mana tablitsa risunok degan, glavniyaga kirsak, mana shuncha instrumenti bor, mana shrift, boshqa. Demak, har kim kanalga obuna bo'lmay ko'rayotgan bo'lsa, qarg'aga aylansin. Har birida alohida instrument va alohida vazifasi bor ekan. Endi bitta narsaga e'tibor bering, mana chiqaman-da, qaytib kirsam. Word dasturi ochildi. Dastur lentalarida fayldan boshlanib, bidda tugagan, lekin qarang, glavniyada turibdi. Birinchida fayl turgan bo'lsa ham, mana bu glavniya bo'limida turibdi. Qarang, mana fayl bo'limiga o'tsak, fayl bo'limida mana bu ish maydoni yo'qligi sababli bizda doim ochilganda glavniya bo'limida turgan bo'ladi. Endi fayl bo'limini tushuntirishdan boshlayman. Fayl bo'limida birinchisi svideniya. Bu ishlayotgan Word faylimizga parol qo'yib beradi. Mana qarang, защита dokumenti bosamiz. Ikkinchisini bosamiz, diqqat bilan qarang. Qulfda rasmini bosamiz va pastdan ham qulfda rasmini bosamiz. Endi bu yerga parol qo'yamiz-da. 2 marta o'sha parolni takrorlaymiz. Va sariq holatga keladi. Va bemalol chiqib ketib, X ni bosamizda saqlanib qilib chiqib ketamiz. Endi qaytib shu dasturga kirmoqchi bo'lsak, bizda parol so'raydi. Ya'ni jamoat noutbugida, kompyuterda foydalangan payt shaxsiy ma'lumotlaringni hech kim ko'rmasligi uchun bemalol o'zing hujjatingga parol qo'yib qo'yasan. Uni ocha olmaydi parolsiz hech kim. Bemalol o'sha joyda davom ettiraveramiz ochib. Demak, birinchisi parol qo'yish ekan. Ikkinchisi Sazdat. Sazdatda yangi hozir qarang, ana bu yerda bizda bitta hujjat bor. Sazdatni bossak, ikkinchi hujjatimiz chiqdi. Yana Sazdatni bossak, Sazdatda mana bunaqa obrazeslar ham beradi. Bular prosta rus tilida, agar Word ingliz tilida bo'lsa, ingliz tilida beradi. Bizda bulardan deyarli foydalanmaymiz, shunchaki noviy dokumentdan foydalanamiz. Mana 3 ta bo'ldi. Uchun Sazdat. Ikkinchisi bu ishlab turgan paytimizda qo'shimcha yangi hujjat ochish uchun ishlatiladi. Endi открыть degan funksiyamiz bor, ya'ni открыть bu ochish. Bosganimizda qarang, mana последний degan bo'limda bizda oldin ishlangan Word fayllar chiqib keladi. Ya'ni sen bugun biror bir hujjat yaratding, saqlanib qilib qo'yding, nomi esingdan chiqib qoldi, bir haftadan keyin uni ochishing kerak. Topolmayapsan. Mana shu joyga kirasanda открыть ga qarasang, mana bu joyda ishlangani va bu yoqda ishlangan sanasi bilan ko'rinib turadi. Kerakligini tanlaysanda bosib, ochib ishlayverasan. Demak, oxirgi ishlanganlarni topishimiz mumkin ekan.
Endi bizda saqlanit va saqlanit как degan ikkita funksiya bor. Mana shu joyi ham Word ham Excelda bir xil, shuning uchun diqqat bilan ko'ringlar. Excelda ham shu narsani ko'rib bir xil. PowerPointda ham shunday. Saqlanit va saqlanit как. Qarang. Biz faylni yaratdik-da, mana shu joyda saqlanit qildik, to'g'rimi? Shu joyda fayl yaratdik. Endi mana bu saqlanitni bossak, yozgan ma'lumotlarimiz, masalan, bu yerda yozdik. Jahon o'quv markazi deb yozamiz. Mana shu narsani saqlanit qilsam, shu so'zni aynan mana shu joyda saqlanib bo'laveradi. Endi Word birinchi dars. Biz buni Word birinchi dars emas, Word darslari deb boshqa joyda saqlanib qilmoqchi bo'lsak, ya'ni saqlanib qilishni tahrirlamoqchi bo'lsak, faylga kiramiz, ana saqlanib как. Qayerga saqlanib qilamiz? Mayli, рабочий stol. Nomini nima deb qo'yamiz? Word darslari ishchilar guruhiga adashib ketdim. Word darslari deymizda saqlanib qilsak, endi qarang, saqlanib qilishni o'sha yerda mana Word darslari deb boshqatdan saqlanib qilib berdi. Demak, farqini tushundik. Saqlanib o'zini joyida saqlanib qilib ketaversa, saqlanib как boshqatdan yangitdan saqlanib qilib beradi. Endi bu joyda faqat biz pechat degan joyni ko'rishimiz kerak. Mana pechatni bossak, pechat nima qiladi? Printerdan hujjatimizni chiqarib berish uchun ishlatiladi. Bo'ldi. Fayl bo'limidan shularni bilsak bo'ldi. Endi ikkinchisi главная bo'limi. Главная bo'limidan nimalarni ko'rib chiqamiz? Главная bo'limi qarang, bo'limlarga bo'lingan. Birinchisi buffer обмена, ikkinchisi shrift, uchinchisi abzas, stil, redaktiruй hamda bunisi kerak emas. PDF degani mana shu yergacha o'rganaylik bugun. Boshladik. Birinchisi buffer обмена. Выразить, копировать. Lekin e'tibor bering, ikkalasini ham bosib bo'lmayapti. Sababi bularni ishlashi uchun biz mana bu yerdan yozuvni belgilashimiz kerak. Yoki bitta so'zni yoki bitta harfni farqi yo'q, qarang. Bittasi harfni belgilasam ham ishlaydi. Ya'ni bular faqat belgilangan narsalar, harflarda amaliyot bajaradi. Выразить bu 40 bossak, Ctrl X ni vazifasi 40 tashlaydi va bir martalik xotirada qoladi. Ctrl Z qilamiz. Copировать esa nusxa oladi. Nusxa olish nima qiladi? Kopiya. Endi qirqilgan yoki kopiya qilingan ma'lumotni joylashtirish uchun bizda Ctrl V tugmasining vazifasini bajaruvchi вставить tugmamiz bor mana. Ya'ni bir martalik xotiradagi, mana masalan, ekran screenshot qilsak ham joylashtirib beraveradi. Demak, bu tushunarli, ha? Выразить, копировать, вставить. Ctrl X, Ctrl C, Ctrl V. Mana shu funksiyalarni bajaradi. Endi asosiy bizda shrift bo'limi bor. Shrift bo'limi bu yozuvlarning shakli bilan ishlaydi. Masalan, har bittasini alohida qilamiz mana. Kiramiz. Yoniga kiradigan bo'lsak mana. Qarang, shriftimiz o'zgardi masalan. Ikkinchisini belgilaymiz. Kiramiz, misol uchun black. Har xil turdagi shriftlarimiz bor. Xuddi HTMLda CSSda font family'ni ko'rganmiz, xuddi o'sha narsani bu yerdagi variant bor. Keyingisi jирный, italik hamda ostiga chizish. Belgilaymiz. Qarang, buni bossam jирный qilib beradi. Buni tezkor klavishi bor. Ctrl B ni bossak ham xush holatda mana. Ctrl B. Ikkinchisi mana shu yerda yozib ketaylik shuni. Ctrl B. Ikkinchisi Ctrl I. Va uchinchisi Ctrl U. Belgilaymiz, qarang. Ctrl bilan I ni bossak, ya'ni mana bu bosilyapti. Qarang. Ya'ni sahal yon tomonga egiladi, italik qilish. Keyingisi Ctrl U yoki mana bu mana. Mana bu yerda ham ko'rsatayotganingizni bossak, ostiga chiziq chizib beradi. Endi bu sal qo'shimcha funksiyalari bor. Mana yondagini bosadigan bo'lsak, qanaqa chiziq chizish, mana kattalashtirib ko'rsatish chizig'ini.
E'tibor beringlar, ikkitalik chiziq chizdim. Bunda chiziq yo'q, mana ikkitalik chiziq chizilgan. Endi chiziqni ranglarigacha belgilasak bo'ladi. Qizil chiziq. Yoki mana to'lqinli chiziq. Mana bu joydan kirib, sariq chiziq. Mana bu joydan qo'shimcha funksiyalari ham bor. Agar kerak bo'lsa, bemalol to'g'rilab ishlatsangiz bo'ladi. Mana ranglarigacha, razmerigacha hamma narsasi bor. Xo'sh, endi keyingisi ABC ustida chiziq bor. Mana buni bosamiz. Ya'ni aksiya ustida uradiku. HTMLdagi del funksiyasida. Endi mana bu x pastida 2, x pastida tepasida 2. Bu nima degani? Masalan, h2o. Mana 2 ni bunu bosadigan bo'lsak, mana. Ya'ni harfni pastida kichraytirib beradi yoki mana qarang. Soat 11:00. Bo'lsak, tepasiga bunaqa qilib beradi. Oldin shunaqa yozilardi soatlar. Mana shu shaklda ishlashi mumkin ekan. Xo'sh, keyingi mana bu yoqdagi funksiyalarga qaraymiz. Birinchisi belgilangan yozuvni qarang, tepaga qarab bosaversak kattalashtiradi. Bu esa kichraytiraveradi. Ya'ni mana bu yerdagi razmer o'zgaryapti. Qarang, bu yerda razmerlar bor. Mana shu orqali razmerlarni o'zgartiramiz. Xohlasak mana bu yerdan birdan kattaroq razmerga o'zgartirsak ham bo'ladi. Bu esa mana o'sha yerda ketma-ketlikda kichraytirib kelaverar ekan. Xo'sh, bu kattalashtirib, bu kichraytirdi. Endi bunisi nima? Bu yozuvimizni mana bunaqa shakldagi chiroyli bir nimaga o'zgartirib beradi. Chiroyli chiqdi. Ikkita A bilan kichkina. Yo'q, ana bu. Mana shakl. Bu katta A, B orqa foniga shunaqa rang qo'yib beradi. Bu katta A, kichik A kichik harf bilan yozilgan bo'lsa, katta harfga aylantirib beradi mana. Mana shu. Mana belgilaymiz, qarang. Shift bilan F3 ni bosadigan bo'lsak, mana. E'tibor bering, birinchisida hammasini bosh harf qilyapti, hammasi kichkina harf, keyingisida faqat birinchilarini. Demak, tezkor klavishi buni yozib ketaman. Shift plus F3. Izohni yozib ketay. Harflarni bosh yoki kichik qilish. Endi mana bunisi nima? E'tibor ber. Belgicha. Xo'sh, qarang. Internetga kiramiz. Mana shu joydan Word dasturi. Bizda Wikipediadan Word dasturi haqida ma'lumot olamiz. Mana shu yerdan boshlab mana. Olaylik. Ctrl C. Boshlanchiga joylashtiramiz. Mana bularni ko'ryapsizlarmi? Bunaqa shakllar bilan beryapti. Ichida mana bunaqa hujjatlar bilan beryapti ma'lumotni. Endi hozir bunga kopiya qilib olganimiz bu. Jadvalni o'chiraylik, jadval kerak emas. Bizda faqat tekst joyi qolsin. Endi mana yonlariga kelsak, mana bunaqa ilgakchalar har xil shaklda kelgan-ku. Buni belgilaymizda, ana bu A va o'chirg'ich rasm bor, ko'ryapsizlarmi? Shuni bossak, ana shu yozuvimizdagi ortiqcha hamma narsani o'chirib, oddiy yozuv qilib beradi. Bemalol o'zing tahrirlaydigan oddiy yozuv qilib beradi.
avvaliga bizani yozuvimiz mana bu shaklda edi. Har xil belgilar chiqardim, ham bossak o'chib qoladigan. Shunaqa narsalar bo'lsa, internetdan olganda odatda shunaqa bo'ladi. Shuni kontrollarni belgiladikda, o'chirg'ich bilan bitta bossak, buni oddiy shakldagi yozuvga o'zgartirib beradi. Xo'sh, endi bizda bitta bu qoldi. Kontrol A qilamizda, mana bularni ham oddiy qora rang bo'lish uchun yo'q, bu belgilangan joyda harflar rangini o'zgartiradi. Harflar rangini o'zgartirib beradi. Yep, o'sma. Nima? Xo'sh, endi tushunarli bo'lsa bu keyingi joyimiz abzas. Abzas deganda listni qaysi qismidan joylashtiruvni belgilaydi bu. Qarang, bizda mana chapdan o'ngga qarab yoziladi. Bu yoqda kontrol A qilamizda. Ikkinchisi yozuvlarni o'rtadan joylashtirib beradi. Listni. Uchinchisi o'ngdan chapga qarab. Arab alfabetida o'ngdan chapga qarab yoziladi. Bu esa ikki tomonni rovna qilib beradi mana. Qarang, bir xil chiroyli chiqish uchun. Abzasda mana. Bunisi bu yoqda. Bu o'rtadan mana shaklidan ham ko'rinib turibdi. Bu chapdan o'ngga, bu esa rovna qilib beradi. Uni yonida qarang, interval degan funksiya bor mana. Bu har bir qator bilan qatorning orasidagi masofa. Shu yerda belgilayman. Harfdan sezyapsizlar? Mana orasidagi bu qator bilan bu qator, bu qator bilan bu qator orasidagi masofani kattalashtirib beradi. Kontrol A qilib hammasini masalan interval udal qilib qo'ysak, bir qilib qo'ysak, mana joyiga qaytdi. Endi mana bu joyda bizda granitsa degan funksiya bor. Bosib granitsa desak, hammasini bo'lim-bo'lim mana jadvalning ichiga olib beradi. Bu ko'p ham foydalanilmaydi Wordda, lekin bor. Qarang, alohida granitsa qilib beradi. Endi keyingi bo'limimiz bu stil. Qarang, yoniga yetsam, yozuvimiz stili o'zgaraveradi. Ko'ryapsizlarmi? Qaysidir stilga qo'yishlaringiz mumkin. Odatda obishnida turadi. Endi asosiy joyga keldik. Mana bu yerda найти, заменить hamda выделить degan funksiyalar bor. Найти bu qidiruv. Kompyuterda har qanday yozuvli dasturda yoki yozuvlar bor joyda qidirish uchun tezkor klavishlardan Ctrl hamda F tugmasini bossak, qidiruv bo'limini ochib beradi. Ko'ryapsizlarmi? Mana bu ham xuddi shu funksiya. Mana найти-ni bossam, bu VS Code'da kod yozasizmi, Word'dan, Excel'dan farqi yo'q, hammasida Ctrl bilan F tugmasini bossak, F bu inglizcha find so'zidan olingan qidiruv. Endi shu joydan bizda Word degan so'zni qidirmoqchi bo'lsak. Qarang, 17 ta bor ekan va bizda sariq rangli ko'rsatib berdi. Qidirayotganimizda bossak, keyingisiga o'taveradi. Belgilab. Demak, qaysidir matnning ichidan nimadir qidirmoqchi bo'lsak, Ctrl F yoki найти bo'limidan foydalanamiz. Endi заменить degani nima? Заменить bu almashtirish. Ya'ni bu Ctrl H, ya'ni yumshoq H. Wordni misol uchun biz Excelga o'zgartirmoqchimiz. Excel. Заменить ni bossak, mana 16 ta so'zni, endi Word degan so'z qolmadi bizda, hammasini Excelga o'zgartirib qo'ydik. Qidirib ko'ramiz. Ctrl H. Word. Yo'q. Hammasi o'zgardi. Demak, buni qaytib Excelni Wordga o'zgartirib qo'yish uchun mana bu yerdagi заменить yoki Ctrl H ni bosamizda Excelni bu yerdan Wordga o'zgartirib qo'yamiz. Word. Заменить use. 16 ta o'zgartirdik. O'zgartirib berdi. Bizda Wordlarimiz qaytdi joyiga. Выделить funksiyasi bu belgilash, mana hammasini shunchaki Ctrl A vazifasini bajarar ekan.